Ko'rayotganingizdek klaviaturamizni kompyuterga ulab qo'yganmiz. Ishlashlari vashim zo'r ekan. Touchpadlarni yumshoq ishli, undan tashqari sensorli qilib ishlab chiqarishgan. Tepaga pastga ishlatayotganimizdan ko'rayotganingizdek umuman qotish haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sensorli bo'ladi, bitta bosib boshlanadi. Undan tashqari ovozini baland-past qilib, keyingi videoga o'tkazish, stop qilish, undan tashqari bemalol YouTube'dan nimadir qidirmoqchi bo'lsangiz, как положено klaviaturadagi hamma funksiyasi bor. Hozir televizorga ulab RGB'larni yoqib, boshqa funksiyalarni ham ko'rsatamiz. Klaviaturamizni televizorga ulab qo'ydi. Bu Android smart televizorlarning hammasiga tushadi. Ishlashlarini ko'rayotganingizdek, o'zini ekranidan shunaqa touchpad orqali bemalol mishka orqali boshqarsanglar bo'ladi. Xuddi Air Mouse'larga o'xshab. Undan tashqari kechqurun yozishda qiynalmasligi uchun har xil rangda o'zini RGB podsvetkasi bor. Bemalol YouTube'da narsa ko'rayotganingizdek, mana shundan terib turib ishlatasizlar. Hozir YouTube'ga kirib ham bitta tekshirib ko'ramiz. Televizorda ishlatayotganda zadeshka bo'ladimi deb so'rasanglar, hech qanaqa zadeshka yo'q. Mana ishlashini ko'ryapsizlar. Umuman qotmasdan ishlaydi. Xohlasanglar mana bu strelkalar bo'yicha ishlatasizlar, xohlasanglar touchpadini chiqarib, bemalol mishkasida ishlatsanglar ham bo'ladi. Klaviaturasini ishlashdan bitta ko'rsatamiz, qanaqa qotmasdan ishlashini bemalol ko'rsanglar bo'ladi mana. Tepada yozilyapti. Xo'p, o'chiramiz. Mana tarixini yozamiz, hech qanaqa zadeshka yo'q. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa buyurtma bersanglar, butun O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz.